Qo'shni Tojikiston, assalomu alaykum. Bizda yangilik kutayotganlar bormidi? Xudo xolasa aynan sizlar uchun video tayyorlayapmiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa qanaqa yangiligini aytib o'taman. Umra narxlarini tushishini kutayotganlar bormidi? Xudo xolasa umra narxlari yanada arzonladi. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xudo xolasa narxlar qanchaga arzonladi deganlar uchun sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Keyin ko'pchilik o'ylayapti, umra narxi arzonlashsa sharoit yomon bo'lar ekan deb o'ylar ekan. Xudo xolasa bizda sharoitlar o'zgargani yo'q. Hozir video davomida ko'rasizlar, xudo xolasa o'zlaring guvoh bo'lishlaring mumkin. Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Tojikistondan kuzatayotganlar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Yangiligimiz bor dedi, narxlar tushdi dedi. Rostdanmi aka? Endi bitta tushuntirib bersangiz. Xudo xolasa. Birinchi boshlanishiga naqddan boshlaylik bo'lmasa. Gap bo'laveradi aka. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narximiz, Primoy reysimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha $960 bo'ldi. 960 $960 bo'ldi. Zo'r. Buni ichida Tojikistondan Toshkent aeroportiga kelishlari uchun bir kun oldin kelishsa O'zbekistonga, bir kun gostinitsalari ham bepul. Bir kun gostinitsalar. Bir kun gostinitsada qolishlari ham bizning bo'ynimizda. Necha kishi bo'lish kerak endi aka? Farqi yo'q. Bir kishi bo'lsa ham, bir kishi bo'lsa ham, bir kishi, 10 kishi bo'lsa ham, 10 kishi bo'lsa ham, aha. Necha kishi bo'lsa ham, bir kun gostinitsada qolishlari ham bizning bo'ynimizda bo'ladi. Bir kun gostinitsada qolib, ertasiga damda olib, xotirjam bo'lib, keyin chiqib ketib, uch ketsa bo'lar ekanda. Charchab yo'ldan kelib, siraz aeroportga borib, yana samolyotga uchib, aha. Qiynalishmaydi. Bir kun damlarni olib, keyin xudo xolasa samolyotga o'tirib ketishaveradi. Zo'r. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha qaysi kunlari reyslarimiz bor deydiganlar uchun xudo xolasa 16-iyul kuni bor, 20-iyul, 23, 27, 30-iyullar kunlari Toshkent Jidda bo'yicha yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Avgust oyini rejalashtirayotganlar uchun xudo xolasa avgust oyi uchun ham aloqaga chiqaveringlar, bemalol u kunlarga ham qo'yib beramiz, reyslarimiz qo'yilgan. Zo'r. Xudo xolasa. Yo bizga vodiy yaqin, biz vodiydan uchmoqchimiz deydigan tojikistonlik qo'shnilarimiz uchun xudo xolasa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Iyul oyining chislovlari 17, 21, 24, 31, 28, 31 kunlari iyul kunlari reyslarimiz bor ekan. Bu kunlarga. Xo'p, Toshkent Farg'ona Jidda yo'nalishini reyslarining narxini $1000 qilib beramiz. Ro'ppa-rosa $1000. Ro'ppa-rosa $1000 qilib beramiz. Bu o'sha kelishsa bir kun gostinitsada qolishlari ham shuni ichida. O'tgan videoda 1035 qo'ydingmi aka? 1035 qo'ydim. $35 arzonladi. $35 arzonladi. Kelishsa bir kun gostinitsada qolishlari ham bizning bo'ynimizda. Xolos to'lovlarni qilib beramiz. Gostinitsani ertasiga ertalab turib, aeroportga chiqib, xotirjam chiqib ketishaveradi. Xudo xolasa. Bo'ladi. Zo'r. Yosh kattalar uchun ham xudo xolasa qulaylik. Yoshlar endi sal bunaqa qilish mumkin, o'rganish mumkin, lekin yosh kattalar ham yo'lda yurib kelib, ham samolyotda 6 soat, 7 soat uchsa, sal qiynalib qolishadi, charchab qolishadi. Bir kun maza qilib damda olib, donishtalarda qilib chiqib, xotirjam aeroportga borib uchib ketishaveradi. Zo'r. Gap yo'q. Endi aka ko'pchilik narxi tushgandan keyin sharoiti yomon bo'lar ekan deb o'ylar ekan. Bitta sharoitni tushuntirib bering endi aka. Hech qanaqa o'zgarmagan, xudo xolasa. Yo'q, hech nima o'zgargani yo'q. Xudo xolasa holatda turibdi. Madina Munavvarada o'sha 200 metr, 300 metr gostinitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi, xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, xo'p, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Gostinitsamizda eshitsangiz 24 ga 7 avtobuslarimiz qatnaydi. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Zo'r. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan kamzat, so'mka, bejik beriladi. 50 boshimiz ham iloji boricha billa borib, billa keladilar, xudo xolasa aeroportdan. Aeroportdan billa borib, billa keladi. Bilmagan hamma narsalarni o'rgatishadi. O'rgatishadi, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Mana sharoitlar tushuntirding, narxlar tushuntirding. Endi shu to'lov shartlari qanaqa endi aka? Xo'p, to'lov shartlari xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz respublikaning 3 ta viloyatda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, undan tashqari yo'q bizga ofislar uzoqlik qiladi deydiganlar uchun onlayn to'lov qilsa ham bo'laveradi. Mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Pasportlarni tashlab berishsa, rasmiy hisob raqamlarimizni beramiz. Bank orqali rasmiy hisob raqamlarimizga to'lovlarni qilishaveradi. Xudo xolasa qulaylik hammasi bor. O'zlariga qulay bo'lganiga xudo xolasa qilishaveradi. Bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi. Xudo xolasa Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlari, oddiy telefondan telefon qilamiz deganlarga ham
yo Telegram yoki WhatsAppdan aloqaga chiqaman deganlar ham bemalol o'zlaringga qulay bo'lganda aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa yanada to'liqroq ma'lumot berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.